magazinlarga qiz bola kastinglarni qo'yishdi. Qaysi odam o'ylab topgan va qay darajada erkaklardan ko'p nafratlangani uchun u odam deyman-da, to'g'risi. U eng ko'p O'zbekistonda qiz bola kastinglardan aziyat chekkanlar shtushni sigaret olgani kirib, pachka sigaret ko'tarib chiqadigan bolalar, bilasizlarmi? Shtushni so'rash neudobniydi. 3 ta magazinga kirdim, 3 ta magazinga o'g'il bola kastir istab. Yo'q. Tualetni bumaga olish uchun. Chunki qiz bolani oldi, bilmayman, sizlar bemalol olasizlar lekin men jichi g'alati bo'laman to'g'risi. Eng qizig'i kirib turib, prosta aylanib chiqib ketsa ham g'alati bo'ladi. O'zingizlar o'rdak tasavvur qilasizlar, magazin kirib aylanib chiqib ketishdi. Men shunaqa, men tarixdagi birinchi odamman. Mangoni majburlik yuzasidan sotib olib yegan. Yig'lab yeganmisizlar mango? Men ashlaqa odamman men. Aqua degan suv bor edi-yu, shuni yo'q bo'lib ketib, Pepsi Cola'ning savdosi o'sib ketishiga menimcha to'shni qiz bola kastinglar sabab. Chunki o'g'il bolalarga farqi yo'q edi. Bu Aqua yo'qda tursa, yuppi yo'lami, любой bitta bizalar suvni ko'tarib ketaverardi o'g'il bola kastida tursa.